Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Abdulla Oripov nomidagi Axborot kutubxona markazi bugun sizning havolangizga So'z mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy bobomizning Lisan-ut Tayr dostonini taqdim etadi. Uzoq bir zamonda inson qalbi haqiqat izlab yo'lga chiqadi. Bu yo'l oddiy yo'l emas. Bu yo'l sinovlar, shubhalar va ichki kurashlar bilan to'la. Ular oddiy qushlar emas. Har biri inson ruhining bir qirrasi. Har biri o'z savollari, qo'rquvlari va orzulari bilan yashaydi. Ularni birlashtiradigan yagona maqsad haqiqatni topish. Ularni yetaklaydigan yo'lboshchi esa donishmand Hudhud. 7 vodiy. Bu vodiylar talab, ishq, ma'rifat, istig'no, tavhid va fano vodiylaridir. Har bir vodiy bir sinov. Har bir sinov bu o'zlikni anglash sari qadam. Kimdir yo'ldan qaytadi, kimdir qo'rquvga yengiladi. Faqat eng matonatlilargina oxirigacha bora oladi. Va nihoyat ular izlagan haqiqat qayerda ekanini anglay boshlaydi. Bu safar haqida hikoya. Bu o'zini topish haqida hikoya. Bu insonning o'z qalbi bilan yuzma-yuz kelishi haqida hikoya. Alisher Navoiyning Lisan-ut Tayr dostoni qalbingizni uyg'otadigan, fikringizni o'zgartiradigan, ruhingizni yanada yuksaltiradigan asardir. Sizlarga ham bu asarni o'qishingizni tavsiya qilaman. Albatta o'qing.